sizlarga beraman. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, qadrli o'quvchilar, bolajonlarim, qizlarim, o'g'illarim. Mana bugun juda ham hayajonli bir kunda turibmiz. Boisi 1 yil davomida, ya'ni 2009-2010 o'quv yili davomida. Qolaversa mana 9-11 sinflarimizni bitiruvchi kunida turganimizdan hammamiz hayajonlanamiz. Barchangizni mana shu jamoamiz nomidan, qolaversa shu yerdagi ishtirok etayotgan ota-onalar nomidan ushbu qutlug' ostonangizni yana davomiyligini uzoq yillar bo'lishini tilab qolaman. Doimo ota-onangiz baxtiga, qolaversa bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling. Ko'chada, uzoq yurtlarda yurganingizda, agarda mana shu maktabimiz uchun yoki bo'lmasam vatanimiz uchun bir muncha bo'lsa ham ozgina o'zingizni hissangizni qo'ysangiz, biz bundan bag'oyat xursand bo'lamiz. Qadamlaringiz doimo qutlug' bo'lsin, shod-u xurramlikda hayotingiz bunyod bo'lsin. Barchangizni oldingizda turgan maqsadlaringizga yetishingizda biz doimo sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik, ishlaringizga rivoj tilab qolamiz. Shunday chiroyli qizlarimiz, shunday chiroyli bolalarimizni ko'chada ko'rganimizda albatta to'lqinlanib bizi bolalar, bizi farzandlar deyish doim nasib etib yursin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.